Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi mehmonimiz Hala Madrid forum kanallari. Mana ko'rib turibsizlar, kanallarini polni pulshet tizimiga ulab berdik. Xo'p, mana dollar belgilari chiqdi hammasi. Mana endi bugundan boshlab bemalol pulshetsalar bo'ladi. Xo'p, pulshet tizimi ancha oldin o'chib qolgan. Mana ko'rsanglar bo'ladi. 2024-yil may oyida ishlaganlar. Shu bilan o'chib qolgan. Mana bugun yoqib berdik. Endi xudo xolasa bemalol pulshetsalar bo'ladi. Keyin qaranglar, AdSense ham ozgina muammo bor ekan. Hozir men sizlarga ko'rsatib o'taman. Qani edi? Mana AdSense da qaranglar, keyin yana bitta kamchilik. Sizlarda ham kamchilik bo'lmasin. To'lov tizimi bor-ku, Visa karta qo'shadigan joy. Xo'p, mana Visa karta qo'shadigan joyga chek orqali qilib qo'yganlar, ko'rdinglarmi? Chek orqali qilib qo'ysalar, O'zbekistonga hech qaysi bankida chekni naqd pul qilib bermaydi. Visa karta qo'shiladi do'stlar, shuning uchun buni ham olib tashlaymiz. Xo'p, endi kanallar bemalol pul ishlaydi. Xudo xolasa 100 dollar pul ishlasalar, keyin Visa karta ham nasib bo'lsa qo'shib beramiz. Hozir yana pin kod chaqirib beramiz. Qolgan ishlari qolmadi. 16 dollar pul ishlagan 2024-yilda ko'ryapsan, 1 yildan oshiq kanal pul ishlamasdan o'chib qolgan. Endi bu yo'g'iga xudo xolasa pul ishlayveradi. Faqatgina o'sha chek orqali o'chirib tashladik. Visa karta qo'shiladi. Chek orqali qilmaysizlar, chek orqali O'zbekistonga to'lov kelmaydi. Endi qolgan ish nima qoldi? Pin kod chaqirib bersak bo'ldi nasib bo'lsa. Keyin qolganlarni 100 dollar pul ishlasalar, Visa, Pizza qolganiga kelishaveramiz. Yordam kerak bo'lsa Telegramdan aloqaga chiqaveradi do'stlar. Salomat 99lik 791 32 32. 99lik 791 32 32. Faqat SMS do'stlar yoki Telegramdan yozinglar. Telefon qilmanglar, chunki men salish vaqtim g'alatiroq, shunga tushunmaysizlar. Telefonga zapret qo'yib qo'yganmiz.